Assalomu alaykum. Sizlar bilan Tekno Studio kanali. Bugun sizlar bilan 2026-yilda Uronga teriladigan produktlarni ko'rib chiqamiz. Faqat Uronga o'sha o'zi Maxga emas. Iloji bo'lsa bu Uronga teriladigan produktlarni fighterlarga terishni maslahat beraman. Fighter plus assassinlarga. Hozir birinchi bo'lib manaqa pripasyon degan joy bor, shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana hammasi chiqadi. Battle setup, nastroykalari, o'yinchilarda, garolar nastroykalari. Shularga hozir Mega Pro o'yinchilarda nimasi? Sizlarga maslahatim o'zlaring emas, pro o'yinchilarda zborkasini terib o'ynashni maslahat beraman. Birinchi nima qilamiz? Mana masalan, qaysi любой герой. Qaysidan boshlaymiz? Mana bu ataka predmetlari, ataka urun, mana magический urunlar. Probasiyasi, защитник, putkalar, smaytlar, botinkalar. Mana shuni hammasini sizlarga o'rgatib o'taman. Xo'sh, boshlaymiz. Mana ular umuman qizig'i yo'q, bu prosta qilsang bo'ladi. Fullari bularda. Full qilsang bularga. Eng birinchi bo'lib qaysidan boshlasak bo'ladi? Mayli. Eng birinchi mana kosa korroziya, ya'ni korroziya sizdan boshlaymiz. Ertaga bir minut necha o'qishni bilmayman. Chaqchayman, ruscha qilay. Qaytadan kirib ketadi. Do'stlar, kirguncha sizlarga gap aytmoqchiman. Do'stlar, qarachi men 100 ta obunachi yig'ishim kerak. Shuning uchun podeshka qilib, like bosib, patska bosish esdan chiqmasin. Jigarlar, uni kut bo'lmanglar. Bular qiynalib ketdi yana. 3 ta video chiqardim, yana topga chiqmagan. O'zbeklar ko'rmagan, like bosmagan. Like bosadi, patska bosadi. Shuning uchun onasiz like patska bosib taylanglar, onasiz. Sara nima ketdi? Pul emas, like comment. Like patska bosish. Xo'sh. Mana ruscha qildik mana. Podgotовка bo'limida mana podgotовка ustiga bosamiz. Hozir podgotовка bo'limi mana shu ustiga bosamiz. Mana. Tezroq o'rgataman. Mana. Shu predmet. Birinchi qaysi biridan boshlaymiz? Mayli, boshlaymiz. Eng birinchi 2120 monetaga Gubitelniy pulemyot degan predmetni aytaman. Mana uvedeniy. Xo'sh, bu nima qilasizlar? Gubitelniy pulemyot. Plus 40% fizический ataka, urun beradi, plus 20% скорость ataka beradi. Birlashadi. Уникальный passiv effekt beradi. Qo'shimchasiga proveniya broni, увеличивающий физический проникновение shular beradi. Xo'p, ikkinchisiga Kopa Velikoga Drakona.
Bu 2140 monetaga beradi. Plus 70% fizическая атака, plus 10 скоростный перезарядка, plus mana skilllarni ketadi 10% ga ko'payib ketadi. Plus 20 shans krit. Shans kritda bu ba'zi ataka birinchi skilldagi shans kritni oshirib beradi. Unikalniy passivkalaringda unikalniy darajaga oshirib beradi. Effekt Veliki Voyn после применения ультимейта. Короче, ultimate'larning KD'si agar pasayib ketgan bo'lsa, bironta ADK yo midderlarda o'ldirsalaring yana qo'shimchasiga 2 barobar qilib shu shans kritini qo'shib beradi. Ikkinchisiga Terezubes снижение исцеления. U plus 80% fizическая атака plus 20% скорость атака beradi. Уникальный пассивный эффект пассивga oshiradi. Источник жизни нанесен урона пуселе синевает и жита и. Короче, Золотой метеор. Золотой метеор plus 30 физическая атака plus 20 скорость атака plus vampirizm beradi. 10% vampirizm. Любой fighterlaringga vampirizm mashu olishsizlar masalan bilan vampirizmi bor predmetlarni olsalaring tezroq imkoniyat beradi sizlarga. Уникальный пассивный эффект действия дракона. То физическая атака уверенный гиперзащиту 1 до 50. 50 sekund davomida tezlashtirib beradi. Faqat ADG line'dagi geroylarni tezlashtirib beradi. Endi bu удар охотника. Удар охотника plus 80% физическая атака plus 10% сокращение перезарядка beradi. Masalan bir перезарядка ikkinchi skilldagi skorost atakani tezlashtirib beradi. Plus kedani yana qayta tiklayveradi. Уникальный plus 15 fizическая qo'shimchasiga yana uron beradi 15%. Purnik agar mana shu predmet tersang uronga. Bu hamma narsa aytganim uronga teriladigan. Fighter yo Lesnik plus expaga ishlatib olsang bo'ladi. Уникальный passiv effekt bozmaydigan narsa, короче. Klinok mana. Bu eng qimmat monetaga 3 o'nga olsang bo'ladi. Nimaga qimmat? Buni foydasi plus 160% fizическая атака. Eng katta uron beriladigan predmet mana shu. Plus 5% скорость передвижения beradi. Уникальный passiv effekt отчаяние урона врагам темнем чинёличный за 11%. Короче, Klinok Semamore plus 70 fizическая атака plus 2.03. Bu 2.03 degani qayta tezlashtirib beradi. Boy skilllarni, ultimate'larni tezlashtirib beradi. Unikal plus 15 fizическая атака yana qo'shimchasiga beradi. Xo'sh, Говорящий Sevetron plus 35 скорость атака plus 20 shans kritdan urishib beradi. Kedadagi skilllarni plus 20 skorost berilishini beradi. Xo'sh, bu ham qimmat predmetlardan biri 2300 monetaga beradi. Бесконечная битва plus 60 fizическая атака plus 20 сокращение перезарядка. Перезарядкani tez tiksang bo'ladi. Mana bu ham qimmat. Ikkinchi o'rindagi, ana shu 3 o'rindan keyin bu qimmatroq, uchinchisiga bu turadi. Yaros Berserka plus 65% fizическая атака plus 20 shans kritga beradi. Bunisi Kogli Hasa plus 40% fizическая атака. Men mana shu qanday predmetni yoqtirmayman. Tez fightga qo'shilsam, tez o'laman, mana shu oxirga dersam, Lojbes 4 yo 5 4 yo 3 slotga terishlarini maslahat beraman. Plus 15 skurs ataka plus 20 shans kritga beradi. Slopnik plus faqat 10 fizika ataka beradi. Agar bironta, lekin bu uronni tez iloji bo'lsa buni ADK line'dagi geroylarga olishga maslahat beraman. Zimniya Korona plus 45 adaptivniy ataka. Buni oxirgi eng oxirgi slotga tashlashni maslahat beraman. Nimaga eng oxirgi degan savollarga javob berishim. Plus 5 сокращение перезарядки берadi. Immortalное время plus 30 adaptivniy ataka plus optim plus 15 сокращение перезарядки beradi. Bronzayshiy nebesa plus 10 adaptivniy ataka. Eng arzon va normalniy Bronzayka mana shu. Bronzayka adaptivniy plus 15 скорость передвижения. Mana Topor voyni
Porvoyni boshqa ko'rinishi bor arkadaşlar. Porvoyni plus o'zbek fizika ataka plus donforsovli перезарядка beradi. Veta природы plus o'tsoy fizika ataka plus gimnastika ataka plus ön vampirizm beradi. Zolotoy posux. Zolotoy posux plus 5% fiziki ataka plus 15 kurs ataka beradi. Kosakor rozi plus 30 fizika ataka plus 500 kurs paratvilijenие plus 30 kurs ataka beradi. Hammasi o'ringa aytilgan shu narsa. Oxirgisi Mech oxirgi na demonto plus 30 fizika ataka plus 20% kurs ataka bu buqlak tanklarga yaxshi ishlaygan borga iloj bo'lsa atakalarga mana shu print olishni maslahat beraman. Xo'sh, agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga gaplarim agar to'g'ri noto'g'ri bo'lsa minus plus yozib ketib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Techno Studio kanali. Xayr ko'tlar, el uzr jigarlar. Mashg'ul bo'ling.